Mağlubak erip kettinglar. Men shu gapni qisqalam qilaman. Bu gapda bir gapni degandim. Bu chog'da rasmiy yig'in bo'lmaganligi uchun bir qism qarindoshlar anglayolmadi. Men bu gaplarni o'zimniki videosida desammi bo'ladi, lekin hozir men programmani ko'rayotganlar bak ko'pkan. Menga ba'zi uchurlar keldi. Men Mishadin ko'ribdi endi. Ashta boshqa Mishadda davog'im kelyapti. U nima desanglar, men aytgan degan gap. Xitoylar yallab olgan josuslarmi millatni suymayman deb turib gapirdi. Men millatni suymayman deb turib. Shunga meniki bu aytgan degan gapim nima desanglar, sizning qalbingizning qandoqligi sizningki boshqalarga ko'ymaganligingiz bilan ifodalanmaydi deydi. Sizning qalbingizning qandoqligi boshqalarning sizga qanchalik kuydiganligi orqali ifodalanadi deydi. Shunga dünya Uyghur qurultayida xizmat qilayotgan qarindoshlar va atrofida xizmat qilayotgan qarindoshlar chuqum davomli meni boshqalar yaxshi ko'ryotamdi deb ma'ni o'lcham qilib turib ishlanglar. Sizlarni xalq yaxshi ko'rdi. Millat yaxshi ko'rdi. Bulpun vatandagilar uchun Dünya Uyghur qurultayi andagi chet el ish qilayotganlar ularniki nijot yo'ltuzi. Har kuni talmurib yashaydi bular. Meni qutqizgan odam aytkilarmi deb. Şuna bizdeki ölçümüz şu buluş gerek. Bu benimki birinci dep qo'ygan narsam. İkincisi, bilgen Dolqun reisimiz biraz dep etip ketdi. Bu Dünya Uyghur Qurultayı bir devlet organı emas. Devletninki hakimiyeti yoki boshqa o'rinlarda ishlaydigan odamlarda ikki narsa bor bo'ladi. Uning birisi alayda huquq, ikkinchisi mas'uliyat. Bu ikki narsa teng keladi. Buniki misali shirkat. Shirkatda sizni ish qilganchada sizga ma'lum mas'uliyatlarni bir dumon qilsan deb. Alayda huquqingiz nima? Maosh. Pulga ishlaysiz deydi. Agar mas'uliyatingizni ado qilmasangiz siz ishdan chiqib ketadi. Shuning bilan o nimadan mas'uliyatni qilib qolsiz, alayda huquqingizni qilib qolsiz, maoshni qilib qolsiz. Ma Dünya Uyghur Qurultayidagi ommaviy tashkilotlarda ish qilganlar fidoilar bular. Bularda faqatlam mas'uliyatlar bor. Alayda huquq yo'q. Bikar ishlaydi amadan. Ashta bu boshqa bu mashhur bizningki Uyg'ur qarindoshlarning ichida dunyoning har qaysi joylaridagi mushtasni xato shuni bilib bu Dünya Uyghur Qurultayining odamlarga xuddi bir hukumat amaldorlariga akilgandek akilayotgan yoki ayiblayotgan mushtaslar intayin og'ir Uyg'urlarning ichida. Shunga bunda muomala to'g'ri bo'lmaydi. Bu ommaviy tashkilot devlet organları emas. Bularning faqatlam mas'uliyati va alayda huquqi yo'q. Ashta bu boshqa shuningga bular ish qilsa, uni minnatdorlik bo'lishi kerak. Amaliyotda shu bizniki islom dinidagi eng intayin muhim bir omil boshqaniki qilgan ajrlariga minnatdorlik bildirish. O'zimizda bor narsaga minnatdor bo'lish, bor narsaga minnatdor bo'lish pek muhim bu. Ama bizim iş ahval intayin az. Üçüncü bir iş, üçüncüsü neyim bu desanlar, benimki aldılar deydiğim bütün çeteldeki Uyghur qarindoshlarga. Bizde özümüz bir narsani o'rganib, o'zimizni taraqqiy qildirish jihatga ahvol biz yaxshi emas. Kitap o'qib, bu, masalan, Xitoyni tushunish, dunyoni tushunish, dunyo qanday mangidi, buni tushunish. Mush jihatlarda men o'zim tirishdim-mi? Üzerine yeterlik bilim var mı yok mu? Maaşını düşünmem mi, düşünmemem mi demeyi kılayım hangi kadar pek köp. Ben bu yerde teşvikat olarak bir yapım deyip koyayım. Hazır erken medyacılar köpek eti uğurlanışıda. Nahayeti Uygurlar'ın ki royunu sundurduğun, iradesini boştuduğun, müştak nesiller köpeği vardı biraz. Ben bulalı paralaştım, bazıları paralaştım, ben telefon kıldım. Man neymiş adı kılsa, toktat mı dedim, şey dedim. Desem bu da fikir erkinliği. O bir xil fikrini anlamay, her xil fikrini anlamakka yaxşı deydi. Bu fikir erkinliği, müştak teşkilatdagi erkinlik bundak narsalar, siz Amerikada bir devletni qurib olgandan keyin andagi qilgan ishlar bu. Lekin mesela dey, Amerikanikimi o'xshash xabarni Amerikada anglab beqib, agar Iroqqa borib olgan bo'lsangiz faqat o'xshamaydi bir-birisiga. O'xshash ishni Amerikada degan chaq bilan degan mazmun bilan Iroqda degan mazmun o'xshamaydi, hatto o'xshamaydi. Amerika mı kontrol qildi? Agar Xitoy tarixini bilgan bo'lsangiz, bu Gulistanning tarixini
ularniki tayangan ikki cho'ng quroli bor. Birinchisi harbiy. Harbiyni intayin qattiq kontrol qiladi. Har qatim bir bosh sekretar chiqsa, harbiyni kontrol qilib oldi bular. Ikkinchisi tashviqot. Tashviqotni qat'iy bermaydi. Hech qanday vaqtda ajlashtirib qo'ygan emas bular. İdeyani shapingda nima deydi? İdeya deydi, bu bak muhim bu. Uyg'urlar uchun biz hozir dunyodagi eng og'ir kun qolgan bir millat, boshqa nurg'un jihatda intayin ojiz. Bundaq ahvolda fikr harakatini talab qilmay, men millatni qazi yetaklayman. Qarshi ishni qilsam, millatning irodasi kuchaydi. Qarshi ish qilsam, millat uchun ish qiladiganlar ko'paydi. Mojat o'ylash kerak. Fikir erkinligi deb, nada dashqonlarni chiqib so'zlatib, bu yolg'iz bir qism kishilarni qaymoqtirib qolmay, umumyuzlik hozir kishilarning irodasini bo'shatib, biz bir og'ir ahvol qilib qo'yapmiz. Masalan, bir misol dey. Bu nima desanglar, hozirgi yoshlar 20-30 yoshlarning ichida Uyg'urlikdan kechayotganlar ko'payib yotadi bo'lgansiri. Bu biz uchun intayin cho'ng balo ofat. Nima ishqa? Mas cho'nglarning ichidagi jangichilarning tugmasligi ularni saskindirib boradi bu narsa aytgan vaqtida. Shunga shu mediachi bo'lib, undan bunlar suhbat o'tkazib, mushal qilayotganlar bir o'ynab qo'ysanglar. O'qiba hamadan millatni suyman deydi, millatni uni abadman degandek, buni boshqa ba'birish kerak sirtkilar. Lekin ma'nosli bak muhim. Bizniki qilgan ishimiz bak og'ir. Shu manda ishlarga diqqat qilgan bo'lsak, ma'qul, rahmat.